Murabbiy, ustoz. Hamisha bu so'zni tilga olganimizda jonkuyar bir insonning dilbar chehrasi ko'z oldimizda gavdalanadi. U ulug' alloma bobolarimiz aytgani kabi sham monand o'zi yonib o'zgalar yo'lni yoritadi. U bugun biz barpo etayotgan imoratning poydevorini, kelajagimiz komilligining tamal toshini qo'yuvchi inson. Uning bosib o'tgan masofalari ibratga boy, hikmat bilan qorishiq. Eng asosiysi, uning lafzida har doim shukronalik hissi balqib turadi. Namanganlik ustoz murabbiy Karimjon Inomiddinov ham chorak asr ana shu kasbni sharaflab keldi. Nafaqaga chiqqanidan keyin ham maktabdan qadamini uzgani yo'q. Vaqt topdi deguncha maktabga oshiqadi. O'zi bir paytlari odim otgan yo'laklar, koridor bo'ylab sinfga qadam ranjida qiladi. Maktab hayotida ro'y berayotgan yangiliklardan mamnun bo'ladi. Yoshlarning puxta va sermahsul bilim olishlari uchun hukumatimiz tomonidan yaratib berilayotgan shart-sharoitlarni ko'rib mamnun bo'ladi. Ko'zlarida shukronalik hissi balqiydi. Hamma narsani vaqt ko'rsatadi deganday ustozlarni bizga aytganlari, o'gitlari, har bir gaplari bizga xuddi ota-onamiz kabi chin dillaridan, chin ko'ngillaridan bizga haqiqatdan ham yo'lboshchi bo'lishganini anglab yetdik. Bizga o'qituvchimiz rahbar bo'lib kelganlarida biz juda shuvqdik. Domla sabrli ekanlar. Hammamizni yo'lga soldilar. Uzoq yillar ulkan ilmiy salohiyati, beqiyos pedagoglik layoqati bilan oddiygina qishloq maktabida ishlab kelgan Karimjon aka ham bor bilimi va tajribasini xalq ta'limiga baxshida etgan insonlardan. Bir so'z bilan aytganda oddiy muallim, ammo ana shu oddiylik zamirida beqiyos natijalar borligi kishini hayratga soladi. Bu ayniqsa shogirdlar kamolida yaqqol o'z aksini topgan. Shunday dars berardilarki, o'zlari meni yetakladilar. Mayli institut bo'lmasa texnikumga ham boraveramiz dedilar. Chus tibbiyot texnikumiga bordik. Onamga aytdim, meni o'qituvchim o'sha joylarga olib borib keldilar. Hujjatlarni topshirib keldik. Xudo xohlasa ertaga imtihonga boraman dedim. Keyin akam bilan birga bordik. Darsga kirsam domla Abdullayeva chiqing derdilar. Men misol ishlaymanmi derdim. Har doim menga ishlatardilar. O'sha kuni o'shayda shu kuni ana shu domlani bergan hamma bilimlari menga qo'l keldi. Men o'shayda suhbat asosida o'qishga kirib ketdim. Domla men so'raydim, o'qishga meni bilmim yetarmikan desam, nimaga unaqa deysan? Yetadi. Men o'qiyman. Mening bilimim yetadi deb yaxshi tomonini o'yla, faqat olg'a bos berdilar. Kitobxonlik borasida biz endi o'z ma'lumotli bo'lganligi uchun ilgaridan o'sha badiiy kitoblarni O'tkir Hoshimov, Odil Yoqubov biz davrda o'shalar bo'lganda endi eng kuchli yozuvchilar Abdulla Qodiriy, boshqa shularning romanlarini, asarlarini o'qib katta bo'lganmiz. Bolalarga ham aytaman, bularni azimida endi doim bular bizdaqa u davrdaqa o'qimaydi-yu hozir. Biz endi ilgari sharqli jurnallar chiqardik, paytimizda kitoblar, unda televideniya, mana telefonlar unaqa rivojlanmagan, ko'p bo'lgan. Bularga ham aytaman, hozir ham mana o'qishadi endi. O'g'il bolalar kamroq bo'lsa ham qizlarimiz ko'p mutolaa qilishib turishadi. Davlatimiz mustaqil bo'lib, xususiy mulk manfaatlari qonun yo'li bilan kafolatlangach, bog'dorchilik va poliz mahsulotlarini yetishtirish, undan qo'shimcha daromad topish imkoniyatlari ham vujudga keldi. Shuning barobarida bir qator muammolar, ayrim ashyo va jihozlar masalasida taqchillik mavjud ekani ham ayon bo'lib qoldi. Ayniqsa mahsulotlarni kamchiqim va bezarar manzildan manzilga yetkazish uchun yengil va qulay, shuningdek arzon qutilarga zarurat bor edi. Karimjon domla ana shu ishga qo'l urib ko'rishga ahd qildi. Yangi bir sohaga qo'l urgani va qo'lga kiritgan sarmoyasi hisobidan ko'plab xayrli ishlarga bosh qo'shib kelayotgani haqida hikoya qilmoqchimiz. Xalqimizda bir ibora bor. Hunarli inson elda aziz deydi. Shu iborani mazmunini
ko'p insonlar balki chuqur his qilmasligi mumkin. Siz bu iboraga qanday fikr bildirgan bo'lar edingiz? Hunarli inson elda aziz deb ilgari xalqimiz aytib keladi. Umuman yigit kishiga 40 hunar oz deydi. Men ham 2000-yillarda mana shu yashik ishlab chiqarish hunarini qiziqib turib shuni egallaganmiz bolalar bilan birgalikda. Mana yaqin chorak asrdan beri mana shu hunar orqasidan tirikchilik qilyapmiz. Mana shu hunar orqasida mana o'g'illarimda 3 ta o'g'lim bor. Uchalasini ham shu kasbga, hunarga o'rgatib, mana shu uyimizda sex qurib, qishloqlardan yog'och olamiz, olib kelib tilamiz, undan yashikni materialni tayyorlab, taxtachalarda yasab turib, uni qoqib xalqqa yetkazib beramiz. Hunarni o'rgansangiz kam bo'lmasangiz, mana shu hunarni orqasidan katta o'g'lim Fariddin, kichkinasi Jahongir, undan hozir o'zimni o'tirgan Farhodjonlar mana shu orqasidan elda kam bo'lmasdan mehnat qilishib kelyapti. Bu kasb hunarni qachondan beri davom etkazyapsiz? 20 yildan o'tdi. 2001-2002-yilda boshlanganda bu sohaga kirganimiz 2001-yil kirgan bo'lsak kerak bu sohaga. 23-24 yil bo'ldi, xudo xolasa. Sizga o'zingizga manzur bo'lib turibdimi bu soha? Albatta manzur bo'lmasa shuncha yil shu ishlar qilmaymiz-ku, shu sohada ishlamaymiz-ku. Manzurlikda ishlayapmiz. Allohga behisob shukr, yaxshi, zo'r ishimiz. Birovga ilinmaysiz, birov orqasiga yurmaysiz. O'zingiz boshliq o'zingizga, pulingiz o'zingiz qo'lingizda. Rossiyalarga ishlab borib keladi o'rtoqlaringiz, havasiz kelmaydimi chetlarga chiqishga? Endi dunyoni qayta nima bo'lsa ham uyingizga yetmaydi. Eng yaxshi uyingizda baribir. Hunaringiz orqasidan to'kin soching, go'zal hayot. Albatta. Albatta, u Rossiyangidan ham kelasi, Koreyangidan ham yaxshi. Nega baribir pul topmaysiz? Oilangiz bag'rida, farzandlaringiz uyingiz bag'rida, oilangiz bag'rida o'ynab kulib, o'zingizga ham o'zingizga bek maza qilib yashaysiz. Eng yaxshi shu. Albatta otajoningiz, ustozingiz bu borada. Albatta. Bo'g'altirimiz, kastirimiz. Bizni boshimizga bosh bo'lib turishdi, ota-onamiz boriga shukr, ming rahmat deymiz. Tengdoshlaringizga nima degan bo'lardingiz hunar haqida? Hunar haqida tengdoshlarimga qo'ldan kelsa harakat qilishsa yomon bo'lmaydi. Yaxshi bo'lsa bo'ladiki, yomon bo'lmaydi-da. Faqat harakat qilish kerak. Allohdan so'rab, halol mehnat qilib harakat qilish kerak. Shunda hamma narsa qilsa bo'ladi. Bu mehnat orqasidan, bu sohaning orqasidan, yaxshi sohaning orqasidan. Endi bitta biz emas, bunaqa biz rayonimizda juda ko'p mintaqalar. Birortasi kambag'al yo'q, hammasi Xudoga behisob shukrki, o'sha yaxshi bo'lgandan qilyapti-da. Buni yashikni o'sha 2000-yillarda boshlagan bo'lsak, o'sha davrda endi bu yangi soha, hali qishloqlardan teraklar unaqa olinmagan bo'lgan paytda endi o'sha bir mashina yog'och kesib kelsak, biz uni 2 barobar puliga sotardik-da. Lekin buni orqasidan chiqqandan keyin bizda qiziqish ortib qoldi. Bu yarim asrlik qilgan mehnatlarimiz samarasi, boqqan farzandlarimiz huzuri, mana shu er-xotin birgalikda rosa mehnat qilib bolalarni katta qilib boqib tarbiyalab, mana hozir huzurdamiz. Alhamdulillah, Xudoga shukr, bu huzuri farzandlarning ajri kamoli Alloh beryapti. Karimjon ota bugun qutlug' 70 yoshni qarshiladi. Ammo oppoq keksalik gashtini surayotgan bu otaxonning bir muddat din olib turganini ko'rmaysiz. Qo'li qo'ltig'iga sig'magan bu odam hamisha nimalardir yumush bilan band. Bir qarasangiz chorva bilan mashg'ul, bir qarasangiz ekin-tekinlarini tartibga solib yurgan alfozda ko'rasiz. Birda kichik tadbirkorlik faoliyatiga bosh qosh, birda uyda nabiralar davrasida ilm bilan mashg'ul yoki yoshlarga saboq berib turgan holatda uchratasiz. Bekorchi gap gashtaklarni xushlamaydi. Vaqtini behuda o'tkazishdan asranadi. Shunda bo'lsa kerak, uni taniganlar uning ilmidan bahramand bo'lib, hayotiy tajribasidan saboq olganlar ustoz deb ulug'lashadi. Ko'pchilik ish bilan ta'minlaganmiz o'g'illar. Ko'pchilikda. Mana qarang. Hozir prezidentimiz ham aytadi-yu, shu ish chukali, ish o'rnini yarat deydi. Masalan, bitta o'zimni misol qilib oladigan bo'lsam, terak kesib kelish uchun bir kunda bir mashinaga 5 ta odam ishchi olamiz. Yollanma ishchi. Kesib keladi. Uyimizda sexda ishlash uchun 6 ta bola ishlaydi. Buni yashib qoqtirish uchun ayol qizlarimizga 5 ta 6 ta ayol qiz qoqadi. Gidetda 15 ta ishchi o'rni yaratilganda bitta sexda 15 ta ishchini ish bilan ta'minlaymiz. Endi u Bu degani shu 15 ta oilani tirikchiligi o'tayapti-da shu mana. Har xil tabiatli insonlar bo'ladi-da.
qaysi holatlarni qadrlaysiz? insoniy yaxshi fazilatga ega bo'lib, o'zini qanchalik bo'lsa ham katta tutmasdan kamtar bo'lgan insonlarni yaxshi ko'raman-da. Odam oddiy bo'lishi kerak. Men samimiy va oddiy bo'lishi kerak deb o'ylayman. Qishlog'imizda bitta meniz bunda, o'zimiz chiqarganmiz. Shu yosh sohasiga o'tgandan keyin. Keyin qishloqdagi boshqa yoshlar ham ko'rdikda, uni biz ham qilsak bo'lar ekan dedi. Keyin bizdan o'rgandida, qishlog'imizda sekin-sekin bu soha yaxshilik rivojlana boshladi. Seylar qurildi, boshqa ochishdi. Hozir esimda aniq bo'lsa, bizni kichkina qishloqda 12 ta seyx ochilgan bir seyx. Sizdan keyin? Mendan keyin. Hammasini o'rgatib ularga qishlog'imizda bolalarga o'rgatdik. Mana hozir ham qilishyapti shu bolalar. Hammasi mendan xursand. Hozir hammasi ustoz deydi. Hali maktabda o'qitganlarim u boshqa ustoz, bular kasbga o'rgatganlarim-da ustoz hurmat qiladi. Bunga qo'shimcha men chorvani rivojlantirganman. Bu yashni yozda qilsak, har yili ham qishda chorva qilamiz, hayvon boqamiz, bahorda sotamiz. O'sha uzluksiz ish bilan ta'minlanamiz. Haligi moddiy tomondan pul kelib turaveradi. Chorva ilgari novvos boqib semirtib sotgan bo'lsam, endi sut yo'nalishiga o'tmoqchiman. Endi 10 ta sir qilmoqchiman deyapman. 10 ta sirni yil 12 boqib, o'shani xalqimizni sut bilan, sut qaymoq bilan ta'minlash alisini maqsad qildim endi. Hozir o'zi ilgari 2 ta, 3 ta, 2 ta sirim bordi, hozir kecha bozorning 3-sini oldim. Endi xohlasa ertaga bozorga yana borib turib, bozor kunda xohlasa 4-sini. Buni ishimiz yakunlanguncha, noyabrda oxirigacha aytgan segillarimni olaman. Endi sut yo'nalishiga o'taman. Har yili qilardi buni. Qishda baharga chiqqanda sotardi, bu yashi boshlanganda. Endi sotmaslikka harakat qilyapman. Yozda ham shuni olib yurish. Har bir kasbda ham, hunarda ham orqaga ketish ham bo'lib qolishi mumkin-da. Mana endi hozir bitta eski sohani o'rnini yangisi egallaydi. Innovatsiya deymizmi? Innovatsiya. Mana hozir yelim yoshlar chiqishni boshladi. Yog'och yoshni o'rniga endi o'sha yelim yoshlar chiqyapti. Yelim yosh yog'och yoshga nisbatan ko'rinishi, g'aytda ichiga meva solib qo'ysangiz, chiroyli turyapti. Shuning uchun bunga hozir talab ortib boryapti. Bizni chiqargan yoshlarga esa talab kamayib boryapti. Endi men mana shuni hisobga olib, o'z ilgaridan bu bitta haligi kasbni qolmaganmiz. Men hozir endi prezidentimiz mana shu mustaqil yillarda yerlarni xalqqa boshqa narsa qilib bo'lib berdi-ku. Ana shu paytda men ham tayyorlab qo'yganman. Toki mana hunar yaxshi bo'lmay ketsa, mana shu bog'dorchilik orqasidan ham tirikchilik qilish mumkin. Qilish mumkin deb olib qo'yganmiz. Mana o'zim duo masalan bir ikkita kishini o'g'lim yoqqan bo'lsa, shu o'zim qarayman. Yaqin hozir 70 million, 80 million daromad olamiz-da shu bog'dan bir gektardan. Endi mana kunlarimiz bo'lmay qolsa, shu ham bizni tirikchiligimizni o'tkazib turaveradi, oylar. Ota hayotda nimaniki orzu qilgan bo'lsa, bariga erishdi. Boquvchisini yo'qotgan bir oila farzandiga otalarcha mehribonlik ko'rsatib, o'ziga haykal qo'ygan bo'lsa, katta kanal ustida ko'prik bino etib, ko'pning duosini oldi. Hali haj safariga bormay turib, hojilik maqomiga muyassar bo'ldi. Karimjon ukamiz o'zi mana shu mahallada tug'ilgan, mana shu yerda ijod qiladi, oliy ma'lumotli o'qituvchi. Bularga ham qaramasdan o'zini qo'shimcha qilib daromad olish maqsadida, bola chaqalarni boqish maqsadida ana shuncha ishlarni bajaryapti mahallamiz uchun. Shularning jumlasida mana bitta ko'zimizga ko'rinib turgan mana shu ko'prikni gapirsak bo'laveradi. Mana necha yildan burun hojga borish niyat qilgan edi. Niyatni ham oliy darajada bajarib, 20 million pulim bor dedi. Shu ko'prikni dedi, oldin ko'prigimiz birinchi qurilishi oddiy taxtadan, mana shu yog'ochlardan, mana shu teraklardan tashkil bo'lgan ko'prik edi. Faqat yengil mashina o'tardi xolos. Yuqori tonnadagi mashinalar o'tish umuman taqiqlangan edi. Bularni dedi chiroyli qilib mahallaning nomidan yangilab bersam degan taklif fikr etdi. Biz ham qo'llab-quvvatladik. Musulmon kishining qalbidagi eng shirin tuyg'u haj safarlariga borish. Haj safari mana hozir prezidentimiz mana shu haj safarlariga, umraga, katta hajga nihoyatda yo'lni katta ochib tashladi. Men ham ilgaridan shunga niyat qilganmiz, yoshlikdan arzilar berib qo'yib qilgan yurgandik. Lekin
11-yilda men o'sha ancha pul to'plab qo'ygandim hajga borish uchun. Endi navbat kelgani yo'q edi hali lekin. Endi navbat bilan borasiz katta hajga. Endi qishlog'imizda bitta kanal Yo'ldosh Ahmedbek nomli kanal bor, 20-30 metrli. Ana shuni ko'prigi, Tata ko'prigida. Men o'shani yangilayman deb niyat qilib yurardim. Temir beton qilib qo'yaman deb niyat qilib yurgandim. Keyin ancha yil nimadir qishloqda yig'ilishda Ali bo'ldi yana remont degandan keyin hajga bormasdan ana shu yil o'sha ko'prik qurgandim. Mana o'sha ko'prik meni nomimga qolib ketdi. Kim Ali o'tsa menga rahmat aytib tanigan ham tanimagan ham. Mahalla hammasi oyoqqa turib, mana shu yerda oshni sho'rvani qilib, mana shu joylarda juda ko'p odamni kuzatdik. Endi yo'lga ana shuncha odamlarni ixlosi balandganki, o'tgan odam, notanish odamlar ham 5 so'm, 10 so'm qo'ldan kelgan yordamni qilib tashlab ketdi. Shu tariqa hammasini yig'ib turib, chiroyli qilib mana shu ko'prikni qurishga sazovor bo'ldik. Ko'prikni bitirish munosabati bilan mana shu yerda to'yni qildik. Quruvchilarga bittadan mukofot berdik. O'sha kundan boshlab Karimjonni endi oddiy o'qituvchi bir tadbirkor emas, balki bu endi hojga borib kelgan hojilar toifasida qabul qilamiz deb mana shu yerda hammamiz birgalikda hoji maqomini berdik. Allah nasib qilgan ekan, endi bormasdan endi o'shanda ko'prik ochilishida rayonda diniy nazoratchisi menga o'shanda 2 marta hajga borib kelgandan ulug' ish qildingiz deb menga Ali maqomni berdi, bormasdan turib. Lekin niyat qilgandim 24-yilda navbatimiz kelib, o'sha katta safarlarga oilam bilan birgalikda o'tganlar borib keldik. Endi borib ko'rishlik ham nasib qildi-da. Shunaqangi kutdimki, orzulab ana shu yerlarga, ana shu bosh egam bilan birga borib, amallarni bajarish shunaqangi ichimdan haligi qildimki, hattoki namozlarim ustida yig'lardim. Ikkalamiz teng ketaylik, teng bilet bo'lsa, haligi o'chirib kelsin deb. Shunaqa kutdikki, endi uni tasavvur qilib tasvirlab berishda iloji yo'q bu narsani. Hozir zamonda har bir kishini ko'ngliga o'sha katta hajlarga, umra, katta hajlarga borish niyati bor. Hammani ham Allohim hammamizni ham o'sha yerga yetkazsin. Bizda ham endi 24-yilda anshaka Alloh chaqirgan ekan, ana shu baytga borish nasib qildi. Mana shu prezidentimizni xalqqa ko'rsatgan nihoyatda katta yordamlari sababli mana shu biz shu yerdan o'sha yerda 26-mayda ketgan bo'lsak, 29-iyunda qaytib keldik-da. Qaysiki 33 kun o'sha yerda bo'ldik. Bizni borib kelishimizga, u yerdagi sharoitlarda davlatimiz nihoyatda yaxshi qilib qo'ygan ekan-da. U yerda o'sha mehmonxonalardagi sharoitlar, ayniqsa oziq-ovqatlarimizni shu O'zbekistondan borgan oshpazlar pishirib beryapti-da, u yerlar emas. Hamma meychalar. Ana shu biz 3 ta viloyat bir yerda yotdi, o'sha katta safarda Farg'ona, Jizzax, Namanganliklar. Ana shu o'ziga mana shu O'zbekistondan borgan doktorlar o'sha yerda doktorxonani ochishdi, o'sha hojilarni sog'lig'idan aliga olib turish uchun. Bu nihoyatda haligi xalqqa ko'rsatgan katta yordamda. Endi ko'pchilik bo'lgandan keyin albatta odamni kasal bo'lar ekan shu yerda. Nihoyatda mana shu tomonlarga katta haligi qoyil qoldik-da biz. Davlatimizni shu hojilarga qilayotgan g'amxo'rligidan. Ayolingiz turmush o'rtog'ingiz Fotimaxon bilan mana yarim asr umringizni amal qilish baxtiga muyassar bo'lgan insonlardansiz. To'g'ri, Fotimaxon bilan o'sha biz 1977-yilda turmush qurganmiz. Hozir yarim asrga yaqinlashib qoldi. Deyarli 48 yil ekan-da. Ana 48 yildan beri mana bir oila bo'lib yashab kelib, 6 ta farzand ko'rdik, 3 ta o'g'il, 3 ta qiz. Mana shu ikkalamiz birgalikda nihoyatda yaxshi yashab, inoq bo'lib, mana shu hozir mana shu nimaga yetishgan bo'lsa, ikkalamizni bir yerdan fikrimiz bir bo'lib chiqqanligi sababli ikkalamiz ham tinmay mehnat qilib, ana shu bolalarni tarbiyalab sabab deb o'ylayman, ikkalamiz bir-birimizni tushunib, inoq bo'lib yashashimiz. Endi shunaqa fikr bor, oilani go'zal, to'kin sochin, totuv yashashida baribir ayollarni
xizmati ayollarda roli ulug'lanadi. katta, xizmati Ulug'lanadi. katta. Ayol kishi o'sha erini, turmush o'rtog'ini nihoyatda hurmat qilib yashasa, farzandlar ham o'shani onani alisini oladida, ibrat oladi onadan. O'shanga otaga bo'lgan mehr, o'zining turmush o'rtog'iga bo'lgan mehrni hammasini onadan oladi. Xudoga shukr, men ayolim bilan mana 48 yildan beri yashab turgan bo'lsak, endi to'g'ri, har bir oilada janjal bo'ladi. Bo'lmaydi, men o'sha paytdan bir haligi tinch yashadi bo'lmaydi. Bu bo'ladi har bir oilada. Lekin bu o'tkinchi narsalar. Kelinlar oldim, qizlarimga aytdim. Hech qachon kelinlarning aybini aytmanglar, qizim. Kelinlarimga aytdim, yaxshi qayna qiladigan ham sizlar, yomon qayna. Men siz yaxshi kelin qiladigan ham men, yomon kelin qiladigan ham men. Shuning uchun bir-birimizni ayblamaymiz, chiroyli qilib faqat yaxshilikcha murosa qilib hali qilamiz. Aytdim, ana shu yo'ldan ketishdi. Qizlarim ham bir kelin kutmaydi, kelinlarim ham bir-birini hali qilishmaydi. Opa-uka, opa-singil bo'lib, ahil bo'lib yashasak, yaxshi. Ularning o'rtasida men ham o'rtoqlashib birga yuraveraman. Bir haligi qilib, kelin qilib keladi deb o'tirmayman-da. Kamchiligini to'ldirib qilayotgan ishlarini. Hammalari yoqishadi. Aya deb parvona. Bir-biridan chiroyli shirmon patirlarda qilib kelishadi. Mehmon kelsa, mana shunday qilib, bunisi undan yaxshi, unisi undan yaxshi, uchalasi ham. Hammasi mana bu uydag'im undanda chiqqan. Hamma ish tudasidan chiqadi. Mollarimda ham, uylarimda ham, non patirlarda ham bir-biridan yaxshi kelinlarim. Ayolingizni birinchi hurmatini joyiga qo'ying deyman. Hurmatini joyiga. Hurmat qiling oilangizni. Ana shu oilangizni hurmat qilsangiz, sizni ham u hurmat qiladi, elda qadr topasiz. Farzandlaringiz ham o'sha sizga qarab ketadi-da. Shuning uchun mana shu yurtimizdagi yoshlarga, o'zimning farzandlarimga birinchi o'rinda oilalaringni hurmat qilinglar, rafiqalaring, turmush o'rtoqlaringni. Uni haligi aytganini qil demayman-u, haligi hurmatini qilib, hurmatini joyiga qo'ysangiz, izlab ana shu oila baxtli bo'ladi-da. Farzandlariga ham chiroyli tarbiya beradi, oilasi ham go'zal bo'ladi. Inson baxt uchun tug'iladi. Umrining muayyan bir masofasida birpas to'xtab ortiga razm soladi. Bosib o'tgan masofalarni sarhisob qiladi. Mana shu lahzalarda kechadigan qoniqish hissi unga baxtiyorlik tuyg'usini hadya etadi. Bugun qutlug' 70 yoshni qarshilab turgan Karimjon otaning ham chehrasidan, hayotidan qoniqish hissini ilg'adik. Axir oqilu oqila farzandlar, mehribon umr yo'ldoshi, do'stu birodarlar davrasida qo'r to'kib o'tirishga nima yetsin? Elning so'rog'ida shogirdlar e'zozida bo'lishchi. Balki baxt deganlar shudir. Baxtiyorlik shundadir ehtimol. Odamlar uchun yashashning eng oliy masnadi shu.